Bugun olaylik turmudingiz. Aytmasa qanday bo'laman? Bo'ldi, bugun hozir men sizga bitta narsani ko'rsataman. Xo'sh, qarang. Yaxshi. Sizning saqiringiz yo'qmidi? Yo'q. Ha, shuning uchun tezroq tushganda, kelishdi-a. Hozir bunaqa ba'zi odamlarda saqir ham bo'ladi. Saqir bo'lgan uchun davleniyangiz sekin tushadi. Masalan, hozir sizga 200 bo'lgan bilan saqir davleniyangiz u tiqilib yotgan bo'lgan. Hozir mana biz shu tiqilgan joyni ochib yubordik. Qancha payt bo'ldi chiqqaniga bu? Davleniyan, ha. Ha, katta bu 200 bo'lib chiqqaniga. Yo'q, shoshmay turing-da u. Shoshma. Ha, haliga doimiy bir soni bo'ladi-da. 3 oy bo'ldimi, 1 yil bo'ldimi? Mana yillab bo'lgan. Sizni ko'rsataymi yo'qmi? Ha, bo'ldi, ko'rsatay. Ko'rsatavering. Ha, u bo'ldi ana. Ha, endi ayting hali. Mana sizni shoshmang-da. Ana qarang, yillab bo'lgan deyapsiz. Yillab necha yil bo'lgan? Masalan, necha yilda davomida bo'ldi bu? Men 17-yil ham mana bu karjasini. Demak, 8-9 yil bo'ldi. Aha. Tez skor chaqirardik. Necha kunda chaqirardingiz skorni? Oldiniga men bilmaganman, shuncha baland chiqqan. Ha, davleniyangiz balandligini tushunmay ko'rmagansiz. Voy. Ha. Miyam og'rigan, mana bu tarafim og'rigan, voy shirim og'riyapti desam skor chaqirardi. Bolalarim 220 120 deyardi. 220 120. Hozir qarang, O'zim hayron qolardim. davolanib yuraverganmisiz oldin? Davolanib yurdim, keyin orada yana tizim juda qattiq og'ridi. Buni 4-darajali yemirilish dedi. 23-yil bir vrachga ko'ringanman, Moskvaga kelgan ekan. Tizlarni 4-daraja yemirishdi. Aha. Yemirilish dedi 4-darajali. Yemirtimni ko'rdi, o'zi 4-darajali dedi. Ha, opay. Aha. Men Hozir og'riq ko'pmi? Og'riq ko'pmi? Og'riq ko'p emas. Xudoga shukr, men 2 metr yura olmas edim. Qachon? Ishonasizmi? Sizga kelguncha. Bizga keyin. Voy. Shunda davomdan chiqib ketar, yuragim shunaqa urardi. Vaksillab nafasini turib kelardi. O'tirgan joyimda qolardim. Uni ustiga ustak bu oyoq azob berardi-da, shunda qiynalib yurardim. 2 metrdan joydan narsani olib kela olmasdim. Xabarlarni olib ber, shuni olib ber, buvagim olib bering deb turardim-da. Lekin hozir qandaydir shunaqa yengilman. Shoshmang, nima qilganingizni ayting-da, opa, nima qildi? Kim davolab qo'ydi? Nima qilganingizni ayting-da, opa. Sizga kelaman deb yurdim, yanvar oyida eshitdim. Nonni yemay yurdingiz birinchi. Yo'q, yedim, yeb yurdim nonlarni. Och qolganimda his qilmas edim. Turar edi qornimda. Men abitni majburlikdan yardim. Ha, odat bo'lib qolgan uchun yegansiz. Yardim. Keyin sizni eshitdim. Kim aytdi, opa? Kim aytdi? Yangangiz aytdimi? Vrach odammi? Nima dedi keyin? Shermatov degan doktor bor. O'sha Xolbi restoran qarshisida siz bir shunga uchrashing. Boshqa viloyatlardan respublikadan odamlar kelyapti ekan dedi. Evi. Keyin ha dedimda, indamay yurdim lekin ishonmay. To'g'ri qilasiz. Ha. Ishonmay emas, xudo yo'l bermagan. Keyin Sharobotga olib tekshirtirsam, buyrakdan emas davlenadi. O'shanda ham 220 ga 120 bilan borganman. Cho'chmay borganman. Mana shunday yurak uryapti. Keyin aytdi, ular yo'ting dedi. Keyin xo'p dedim, lekin baribir yuragim bir tomonda Shermatovga uchrashaman degan narsa bor edi. Ana, yuruvdingiz, ha? Keyin aytdimki, mana shu oyog'im shunaqa azob bergandan keyin aytardim, seni baribir yengaman men. Sen meni emas, men seni yengaman. Alloh bu og'riqni mendan olasan, qaysidir bir xatolarim uchun bergan bo'lsang, mayli, shukr qilaman. Kasallik seni sevaman dedi. Bu ana yashagan. Hay mana chunki yomon narsadan qochaman desa yopishaverar ekanda. Yo'q dedim, sevaman. Alloh sir yaxshilikka beribdi deb yurdim. Keyin bir kun qasd qildim. Qizimga aytdim, hassa bilan yurardim. Hassa qoni? Qizimga aytdimki, meni yetakla dedim. Shu hassa ko'tarmay Shermatovga boradi. Kelgan kuni 220 120 edi. Shogirdingiz o'lchapti, qayerisi og'riyapti? Orqa miyam og'riyapti. Orqa miyam narsillab turibdi. Birinchi bo'lib talon olganman o'sha kuni. Keldingiz, ikkita mana shu yerimni shunday ushladingiz, boshqa narsani so'ramadingiz ham mendan, qayering og'riyapti demadingiz ham, shartta nazначениeni berdingiz. Berganingizda men 27-da oldim, fevralda 28-da singlim 60 yoshga to'lish kerak, borishim kerak. Yoqqa borish uchun boshlamadim-da, birinchi mart kuni Bismillahirrohmanirrohim deb boshladim. Har bitta dorimda lekin Bismillahirrohmanirrohim, bariyati shifo, Alloh menga shuni shifo qilib bergan bo'lgan deb eshitdim. Eshitdim, sekin yengil bo'ldim. Keyin oldiniga endi bilmasam keksalikmi
aytdim ham kelmadi uydagilarga. Ha. Yengil bo'lyapman degan Ha. kelmadi. Ishonmang, yo qaytib qolmang deganda ana. Ko'rpani taxlab ololmasdim. Mana og'riq yeb qo'yar edi. Bu yoqdan boshim og'riqdan xalaq beradi. Yo'q, ko'rpalarni yig'ib tepaga qo'yadigan bo'ldim. Narigi xonaga kirishim kerak, eshik bo'ylab terasada. O'sha narigi tarafga uyimga Necha metr edi o'sha narigi tomon degan? Necha metr edi? 13 metr borsam, narigi eshik ketar edi. Ha. Yurolmas edim. 13 metr yurolmasdingiz. Yurolmas edim. Hansirab qolarmiz, nima bo'lardi? Hansirab qolardim, shu rangim bo'g'ilib, yuragim urib, mana bu ham azob berib qoladi. Voy, qolay, Men alhamdulillah juda xursandman. Aha, qarang, Roziman. qarang, hozir bizga kelishingiz bilan hozirgi holatingizda qancha o'zgarish bor opa? Ancha o'zgarish bor. Necha foiz bo'ldi opa? Foizga Hammasi yo'qolib ketib foizga qolmadimi? solsakmi? Foizga solsak 60% deyman. Ha, ha. 60 deyman. Qarang, hamma joy tuzalib ketsa ham qiziq bo'lmay qoladi opa. Nega desa, bunaqa narsalarni meni bitta vrachdan video chiqarganman-da, oldin haliga yurakda stent qo'yamiz deganlarga video chiqarganman. Ha, stent qo'ymay tuzatsa bo'ladi desam, bitta yarimta vrachdan, "Voy, kallang ketib qoldimi sening? Voy, sen doktor emas ekansan. Voy, qayerda o'qigansan?" deydi menga. Men ko'chada o'qiganman, qochganman darslar. Hech kim eshitmasa qochganman xola. Nega desa, odamlar tuzalmagandan keyin qochganman. Kelishdi. Men ham o'sha tibbiyotda 10 yil yurganman ichida. Lekin odam tuzalmayapti-da. Tuzalmaganiga nima qilaman bu dorini deganda, hech kim eshitmasa qochganmiz keyin. Domlalar meni doim yomon qilardi. "Voy, shermatib, yana senmisan? Yana qochdingmi?" derdi darsdan. Shu qochib o'qiganman. Nega desangiz, natija bermagan uchun. Keyin men haliga o'ylab mana shu sizlarga qilayotgan sistemamizni 10 yil o'ylab chiqdik. 15 yil ketdi. Bu doktorlar bo'lsa, mir doktorlar bo'lsa o'qimaydi. 2 kun desa bilmaydi xola. Ha, nimaga deysiz? Ana shu Alloh taolo xayrli qilsin. Mana siz zo'r narsani aytdim aytdi xolamiz. Dog'larim qarang, o'sha pasaydi. Ha, mana qo'ldagi dog'lar mana chip chiroyli dog'lar mana qarang. Menga qarab turibdi mana chip chiroyli qarab turibdi hali bor. Ketdimi oldingidan? Pasaydi mana opa. Terilarim keyin yosharyapsiz qarang, opa. mana bunday o'zgarish bo'ldi. Akamga aytmang keyin bugun. Eshitsa yosharayotgan ekan. 8 kundan keyin qon oldirdim. Qayerdan oldirdingiz? Mana bundan. Bu yerda oldirganim mana bo'tqada edi, qop-qora bo'tqada. O'zim ko'rib shpritsda qo'rqaman. Latokka tushirganini ko'rib hayron qoldim. Keyin 8 kundan keyin ovsinimga oldirdim. Uni aytmang opa. 55 gramm oldi. Chiroyli rangi bo'lgan. Aytmang. Biz qon olamiz ba'zida, negaki qon quyqa bo'lib ketadi, qop-qora bo'lib ketib qoladi. Bu opam shuni aytayapti hozir. Quyqa qon nimaga o'xshaydi? Haligi ko'chada ba'zida ko'chada ketaversa pirashkachilar bor. Pirashkachilar bitta yog'ning ichiga haligi somsani soladi, pirashkani soladi, pirashka ochilib ketadi. Ochilgandan keyin qovuradi. Qovurgandan keyin yana solaveradi. Haligi moy qop-qora bo'lib qolsa ham solaveradi, aylantirib soladi. Ana shunday bo'lib ketadi qon. Bitta narsa eshitingda, men sizni mana shu lecheniyingizni qilganimdan keyin dorilar ichib, boyagi yema degan narsa yemaganimdan keyin 8 kundan keyin topshirdim. Rangi o'zgardi. Chiroyli bo'lib. Ana, o'zingiz ham o'zgargansiz opa. Mana qo'lim bekorga o'zgarmayapti. Bunaqa tez tuzalasiz deb o'ylamadim opa. Yo'q, men niyat qildim, kirishdim. Shunday. Ha, ixlos qildim, chunki bir narsani ixlos qilmasam kirishmayman. Ha. Kirishdimmi, lekin qo'ymayman. Shuni men aytmoqchimanki, bizning tinglovchilarimizga ham diqqat bilan kirish kerak. Mana shu opamiz qarang, har bir ichayotgan narsani aytdi. Bismillah deb baniyati shifo bo'lsin, shifo bersin. Alloh taolo meni kasallikni bekorga bermagan. Shu men qaysidir xatom uchun bergan deb gapirdi. Shu juda muhim. Ana shuni tushunish kerak odam. Tuzalmayman emas, tuzalib ketaman, yaxshi bo'lib ketaman, yurib ketaman. Ha? Shuni ayting. Lekin hozir meni qarangda shu tizamdagi og'riq yo'qolib ketmadi, yo'qoladi degan umiddaman, lekin hali ishonchim bor. U yo'qolib ketsa biz nima qilamiz? Men sizga aytaman, shu ozgina podyomdan ham chiqa olmas edimda, ozgina dam olardim. Hozir o'zimni sinab ko'ryapman. Sinab ko'raman. O'sha podyomga borib, ya'ni mollarga ovqat berib qaytaman. Oldin qilgan ishlaringizni qilyapsizmi? Hozir dam olmay kelyapman-da uyga. Necha kilometr yurib keldingiz hozir? Bu yergami? Bu yerga endi piyoda kelmadi. Uyim uzoq. Masalan, yo'q, uyingiz uzoq bo'lsa ham necha kilometrdan oldin qarang, bitta narsani aytay, endi o'lchamlarni qilmadim-u. Angor bozorga bordim. Juma kuni. Kechagi juma bordim. Hassani olardim. Oldingi safar hassa bilan bordim, bir hafta oldin. Keyin sotuvchi ham "Voy, opa, bunday hassa ushlab qolibsiz endi, tizza tamom bo'layapti" deganda, bu safar hassani olmadim va qizimni kamroq yetaladi. Ana. Kamroq yetaladim. Lekin ikkita do'konga kirgandan keyin ketaylik, yur, mashinaga ketaylik turardim. Lekin alhamdulillah Xudo menga shifo berdi.
bergani rost bo'lsin, boshqalarga ham bersin. Siz ham hech bu sohada charchamang. Alloh Umringiz Alloh ziyoda Ha, qilsin. Alloh xayr. Duo qilib turing, Alloh xohlasin kelishdi. Albatta duodaman. Nimaiki niyatingiz bo'lsa Alloh bersin. Inshaalloh Alloh. Xudo degan inson ekan. Allohdan hammasi. Biz bitta niyatimiz bor, odamlar sog'lom bo'lsin. Odamlarda bu opamiz masalan 220 davlinamen kelgan bo'lsa 120 ga. Ba'zi bir holatlarda bu insult infarkt berib yuboradi. Shuning uchun ertaroq uni dori ichkirdingizmi dori? Dori ichib yurarmidingiz? Oldimmi? Ha, davlinaga dori. Ha, o'sha dorini ichib yursa ham chiqib ketib qolgan. Shuning uchun nega? U sababi topilmagan. Necha yil ichdingiz shu dorini? Qarang, men 25-yil, 5-yil bilan 6-marta o'tar kecha spazm bergan yuragim. Xo'p. Ana shundan keyin 3 kundan keyin bor. Nima to'g'risi ichib yurgan, hozir eslolmayman. Ha. Bitta dori yozma chiqyapti-da meni. Xo'p, mayli, davlina dori ichardingiz? Qarachkin hammasini to'xtatasiz dedi. Doimiy ertalab soat 8 da vala deb ichasiz. Nebeletni yarim tabletka, chiqmasa ham, chiqsa bir tabletka ichib yurasiz. Doimiy degan o'shanga almashtirganman. Shuni qarang. Mana yillar davomida dori ichgan bilan shu joyga tushib kelmagan joyiga. Ha, hozir nechta dori ichyapsiz? Hozir dorilar ichmayapman. Ichmaysizmi? Yo'q. Ha, qarang, sababini topib berganmiz biz. Sizni, ya'ni biz muammoni ko'ramiz, odamlar nima qiladi, sababini topmay davolaydi. Sababini topmaganda yillab yuradi odamlar. Masalan, yillab yuradi, insult infarkt bo'lib ketib qoladi. O'sha insulin to'g'ri davolanadi, davlina joyiga tushadi, undan keyin qolgan olib chiqsak bo'ladi opajon. Hozir ham shunday bo'lgan. Ya'ni sizda mana tana ketdi, endi biz oyoqda massaj qilamiz. Mana orqa tomonda hamma joy ishlatib chiqamiz, keyin tana yana qaytadan o'zgaradi. Men 25 yildan beri grija bilan davolanaman. Almas boboda davolanardim. Uyga borgandim 2002-yil. Bergam 24-yil o'tganman. Shu belimda og'riqlarim kamaydi lekin. Grija. Belimda o'zida 5 ta bor grija. Bo'yinda bor, ko'krak qafasida bor. Yo'q, shu belimdagi nima qilmayapti. Shu ichkaridagi doktorning uyg'onish degani shunday. Ya'ni aylantirib baylab yuradi. hozir opamiz aytayapti, belimda grija ham yengillashib qoldi deyapti. Ko'pchilik odamlar aytadi, grija ham tuzaladimi? Grijani davolasa bo'ladi. Faqat grijani o'zini davolamaymiz biz. Grijaga sababini yo'qotishimiz kerak. Odamlar grijani operatsiya qilgan bilan qutula olmaydi. Mana hozir bitta opa ko'rib keldim. Grija ana shu bellari yaxshi ishlab, oyog'i ishlamay qolgan. Nega desa, grijaga sabab belda bo'lmaydi. U boshqa joydan berib yotgan bo'ladi. Odam belini olib yuraveradi. Hozir biz sizning belingizga bermaganmiz opa. Kelishdimi? Ya'ni bu tabletka ichganman. Faqat nima yozgan bo'lsa, shuni ichganman, yema deganni yemadim, ichma degan ichmadim. Parhezni qildi, aytgansa qildi, o'zgardi. Bo'ldi, boshqa bironta tabletka aralashtirganim yo'q. Ha, Alloh taolo xayrli qilsin xola. Zo'r bo'pti. Faqatgina mana shunday yana davom ettiringda, shunday tursinda, faqatgina o'zgartiradigan joyimiz bor ekan. Doktor, opa siz yozasizmi? Mana shuni o'zgartirib beringda. Ana qo'shish kerak. Mana uni qo'shish kerak, mana undan. 3 ta qilib qo'shing. Kelishda 3 ta, 2 tadan 3 mahal qilasiz. Hozir oyoqqa beramiz endi. Oyoqqa endi belga yendi beramiz. Ya'ni sizni massaj qildiramiz. Xuddi shunday qilib 7-kunga kelasiz, jigaringizni tozalab berasiz, ichaklarni tozalab berib, shunday chopib ketadigan bo'lamiz keyin. Kelishdi opa? Ha. Och qolishisini bilmasdim. 20 kundan keyin shu ertalab tursam shunday och qolib narsa yegim keldi. Qarang, ertalab bitta amakimiz aytdi, och qolmasdim deb, yana och qolib ketib. Bu nima? Hujayralar tozalangan bo'ladi. Oldin hujayralar tiqilib yotgan bo'ladi. O't, ichak, jigar tiqilib, haliga bitta o'choqning ichiga o'tin solsangiz tutab yotadi-ku, shu tutib yotgan bo'lgani. Hozir u tutishlar ketdi hammasi. Endi nima qildi? Hujayra och qoldi. Endi hujayra aytayapti, bizga ovqat bering opa. Biz ishlaymiz endi deyapti. Endi charchog'ingiz ketadi. Oldin bekorga yurolmay qolmagansiz. Siz yurolmay qolishingiz sabab ichki organ tiqilib qolgan bo'lgan. Jigar, o't, bu hozir xolam shunday tiqilib turibdi. Ya'ni tanasi, o'ti, ichagi tiqilib yotdi. Biz ochamiz uni. Ochib, keyin tanani ishlatib olamiz. Ishlagandan keyin haliga yillab tuzalmagan desang, ba'zi tuzalib ketib qoladi. Men mana shu ovqatning hazm bo'lmasligini men 13-yil eshitganman Toshkentda, apparat tushganman-da. 13 ta. Ganada tushganman. Oktyabr oyida. Sizda dedi ovqatingiz hazm bo'lmaydi dedi. Kelmadim, yo'q, hazm bo'lsam yarim doim turadi dedi. Yarim hazm bo'ladi, yarim hazm bo'lmaydi dedi. Lekin haqiqatan men och qolishni bilmas edim. Ayni. Och qolish hissa sizda ham, yaqiningizda ham bo'lmasa, bu o't qopi ishlamayotgan bo'ladi.
Ha? Demak 2013 bo'lganmi? 2013 davomida yurib o'tdi qopib, jigar keyin yurakka o'tib ketib qolgan. Keyin davlenish ko'tarilib kelgan. Hech qachon o'z-o'zidan bo'lmaydi. Masalan 2013 bo'lsa, hozir 26, 13 yil bo'lgan. 13 yil davomida endi davlenish ko'tarilib kelyapti. Qarang, shuning uchun odamlar bugun och qolish hissi yo'qmi? O'ti tiqilyapti, jigar tezroq davolash kerak. Ovqatni tezroq to'g'rilash kerak. Hozir nari tomonda amakimni bugun ko'rdim, o'sha amakim ochlik hissi yo'q edi deyapti. Ochlik hissi bo'lmagan odam o'ti tiqilib qolgan bo'ladi. O't ichak ishlamayotgan bo'ladi. O'sha odamlar yurmasin, men ekonom paketda ishlayapman deb oshqozon chagim deb ovqat yemayman deb. Negaki ekonom paket emas, o't ishlamayotgan bo'ladi. O't qancha ishlamasa jigar ishlamaydi. Jigar ishlamasa tiqilma bo'ladi. Tiqilma bo'lsa davleni ko'tarib yuboradi keyin. Sizlar shunday qilib kelgan. Pishok miqdori kamida. Sentyabr oyidan. Keyin o'zim qo'rqarim, bu yuragimda bir gap bo'lyapti. Peshob yaxshi kelmasmidi yo chiqmasmi ko'pdan? Kam bo'ladi. O'sha ham normallashdi. Voy opa, buyragim ishlab ketib qolibdi-ku. Shuning uchun men sizga qarang, birovga reklama qilsam aytaman-da, oldimga ko'p odam keladi, kasbimni aytmayman. Aytaman-da, Ibn Sino usulida davolaydi deyman. Allohdan. Yo'q, ukol emas, Ibn Sino usulida tabiiy davolaydi. Hamma narsa tabiiy. Lekin bitta narsani aytay, men oldin bir haftadan keyin bu dorilar kapsulasidan yutolmadim. Yorib ichdingiz. Shunaqa yomon bo'ldi. Oshqozonlarim, yarasi bor oshqozonim, katta yarasi. Qo'ziganda qo'ziydi. Qirnaganday bo'lib, hali ko'nglarim xit bo'lib ketavergandan keyin nima qilsam ekan desam, qizim aytib olam. To'ki. Anavni bo'lmasamga Nasib opa, anavni o'zgartirasizmi? Ichalarmi? 10 kun to'kib ichdim. Kichkina boshqaga to'kib ichdim. Keyingi haftada shuni ichdim. Bo'ldi. Ochilib ketgan bo'lsa bo'ldi. U qo'ziydi-da, o'rtada qo'ziydi. 3, 5, 7 kundan keyin qo'ziydi ba'zi, 10 kunlarda qo'ziydi. O'sha bir qo'zishni o'tkazib yuborish kerak. Shuning uchun tani ham ochilib ketib qolgan. G'alati bo'lyapti. Endi men o'zimga juda bu narsalarga e'tibor qilib anaqa qilganim, qattiq bir yil bo'ldi mana shu kasallikni olishim. Bugun endi qutulyapsiz opa, kelishdi. Hozir super. Hozir bundan keyin kasallik haqida gapirmayman. Soppa sog'siz. Faqat oldinga qarab, kechagini eslayman. Kechagini eslasam, shuni menga bering. yana oldinga qaytib kelishim mumkin. Yashang. Shuncha eslayman. Kundan kunga yaxshi bo'lasiz opa, kelishdi. Kundan kun o'zgarasiz. Hozir yozib berdik mana narsalarni. Mana xolamnikimi, birinchi xolamnikimi? Xolajon. Diabet yozgan. Xo'sh, bu xolamgami? Yo'q, yetadi. Quvvatingiz yaxshi? Yaxshi. Bo'ldi. Faqatgina men mana narsani qo'shdik, mana narsani, bunisini qo'shdik. Qolgan shuni davom ettirib turing. Buni yemay turaymi? Yo'q, yeyvering. Mana uni qo'shdik buni. Mana uni qo'shdik hozir sizga. Eshitdi, bu oyoqqa qo'shdik. Mana buni qolganini massaj qilasizda, agar yuragingiz siqmayotgan bo'lsa, bu kerak emas. Qarang, buni o'zim men tez tugatdim. Serotni tez tugatib qo'ydim. Keyin Belmebonda 20 kunda tugatdim. Haftada. Yo'q, uni bir mahal iching endi. Belmebonni bir mahal ichasiz. Bir kapsula 3 mahal och qoling. To'g'ri, ichingiz ko'p ketsa kamaytiring deb yozganmizda. Lekin buni to'xtatganim hech kim qotdi. Qotdimi? Shu ichib turing hali. Hozir necha marta ichingiz keldi? 3 marta ichganingiz necha marta ichingiz keldi? Nima deydi? Bir kun hisobiga, kun hisobiga 4-5 marta bo'lgan. Bu ichingiz ko'p turgan ekansizda. Marta bo'lsa, albatta 2 marta bo'lgan. Qarang, shu zo'r tozalaydi-da, shu zo'r tozalaydi. Men shu bergan narsalar shunaqa ish beradi. Demak, buni olishim kerak-a? Shuni shunday faqatgina kamaytiring. 3 ta emas, aytganda. 2 ta qilib bering-da. Mana shuni o'zgartirasiz. Buni ikkinchisini 2 ta qilib berasiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Manzilni ayting debsiz. Manzilimiz telefon nomeri bor. Telefon qilib topsangiz bo'ladi, chunki manzillarimiz 3-4 ta joyda bor-da. Shuning uchun Toshkentda ham bor, Vodiyda ham bor, Surxondaryoda bor. Shuning uchun 3-4 ta joyda bor. Toshni eritishni ayting debsiz. O't qopidagi toshni xolesterinli bo'ladigan bo'lsa sekin eriydi, tez eriydi, boshqasi sekinroq eriydi. Yana savol xolajon menga. Lekin shu asabdan bo'ldimmi? Ertalab tursam boshim og'riyapti. Qayeri og'riyapti? O'sha massaj oling xola. Siz massaj oling, keyin ochilib ketadi. Massaj ham shunday qiling. Bitta aybim bor, aytay. Ayting. 4-5 kunga bittadan tuxum yedim. Qaynatilgan tuxum yedim. Yemay turing. Menga jannat bor. Yemay turing xola. U davleni ko'taradi, ya'ni yemay turing. Ko'tarmadi. Voy, tiqiladi-da, o'tni qiynaydi hozir. O't qopini qiynaydi. Shuning uchun buni boshingiz bu yoq og'riyapti. Bu og'riyapti. Qanday bo'ldi? Ko'zim boshqa turib ketaverdi. Yong'oq yeng. Yozilmagan ekan-da. To'g'ri. Xom tuxum yozildi, bo'lsa xom tuxum iching. Bo'lmasa ozroq pishgan qilib. Qarang, demak,
Alloh taolo xayrli qilsin. Alloh taolo. Ha, ayting. Bu narsalar mumkin. Ha, qarang, davlinadan tushibdi-da. Davlina tushgandan keyin mumkin u. Sekindan qo'shing davlina tushgandan. Non hech niyatim yo'q. Non mumkin emas. Non kerak emas hali. Oyoq tuzalsin. Oyoq tuzalsin xolos. Qiynang. To'liq yaxshi bo'lib. Shuni yaxshi bo'lib ketsa. Ha, tuzalib ketadi, oyoq tuzaladi. Shuncha odam yaxshi bo'ladi. Mana oldingidan zo'r. Bu yog'i ham zo'r bo'ladi. Grijadan ishlamaydi-da. Endi mayli u yaxshi bo'lsa, tizim yaxshi bo'lsa. Bo'ldi, u tovonni ham ko'ramiz. Balki u ham tuzalib ketadi. Tavom bo'lmaydi. Ha, yo'q, hali yaxshi bo'lib ketadi. Buni ham yaxshi bo'lib ketadi. Keyin davolayveraylik, uni yaxshi bo'lib ketadi. Chunki men ko'rdim-da, hozir bitta opa yotdi pastda, agar video qilib tashlasam tashlayman. U opa na gapira olgan, na yura olgandek qibirdaydi. Yurib qopti. Alloh taolo shifo bermasa beraverar ekan. Ertalab taksichi bilan kelsam aytadi. Xola qayerga boray dedi, shifo boringizam. Sherim bir kishini mantiqimiz yura olmas ekan deydi. Shu klinikaga kelib deydi, o'g'lim mana hassam bilan yurayapman deb aytdi. Ha. Men ham shu bir oy oldin lechini olib ketuvdim. Shuni tugatib yurayapman dedi. Oltinsoydamisiz, qayerda? Men yo'q, men Termizdan. Termizdami? Qarang, shunday yurib qolganlar ko'pda faqat siz ham yurib ketasiz opa. Chopib ketasiz. Yaxshimi? Hozir shunday qilamiz. Shuning uchun siz ham qiynalib yotganimizda harakat qilishimiz kerak. Faqat ba'zilar sekin bo'ladi, ba'zilar tez bo'ladi. Qancha ixlos bilan harakat qilsa tez bo'ladi. Chunki ixlos bilan harakat qilganda tanishib ketadi-da. Shuni doriga qarab turib, "Voy, tuzalamanmi-kana? Shuni ichsammi-kana?" U bo'lmaydi. Ha, ba'zilar borda, ichsammikan, tuzalar ekanmi? Shu doktor yozib ozgina narsa berib tuzalib ketadi. Mana opamiz 210 ga 120 davlenidan keyin hozir super zo'r foyda bergan, joyiga normal kelib qolgan. Bu opa ixlosi yaxshi bo'lgan, ixlos zo'r bo'lgan. Ixlos o'zgaradi. Kelishdan xolajon, yana savol. Men o'zimda nima o'zimda Ha. Ana shunday qilamiz. Yana savol. rahmat sizga. Sizlarga o'zingiz ehtiyot qilasizlar. Alloh taolo xayr